hadis sharifda yaxshi do'st bilan yomon do'stni mundaq misol qilib so'zlaydi. Yaxshi do'st atir sotadigan og'inanga o'xshaydi deydi. Yaxshi do'st atir sotadigan og'inga o'xshaydi. Bu og'inang yo san atir sovuq qildi. Ya hech bo'lmasa uningdan atir ep pul olsa. Hech bo'lmasa uningdan atir purg'ini puraysa. Yaxshi do'st bunga o'xshaydi deydi. Yomon do'stchi desa Tümürçünün kürekka o'xshaydi deydi. Tümürçünün küregisini bilmaysizlar. Tümürçi degan gap ma pichoqni yo burun shu tümida bozgan bilan so'qib idilgan odam. Uning o'tini bunda o'tni kuchga yetib bunda bir pulaydigan narsa bor. Shuni ko'rak deydi. Shuni o'xshaydi deydi. Uning qishig'i basan ko'ydirdi. Shunama qishig'i basan qana qildi, chapallarni ko'ydirdi. Hech bo'lmasa ses kullari, ses puroqlari bilan seni bulg'aydi. Mana bu yomon do'st degan. Şu mektep bağın çağda sizlerge mandak namaz okuyduğun, satyak qilmaydigan, axloqi yaxshi, musulmon. Mandak olan do'st olup, baş öz ara hemen mektepte Uygur musulmon balalar bir ittifaq olup, Türkler olsun musulmon, namaz okuyduğun, cumaga chiqadigan yaxshilardan do'st olsan. Ama yomonlardan do'st olsanglar, ya seni otu bilan ko'ydirdi, hech bo'lmasa ses qurug'dan buningni qurab qoldi. Tushuna olammi?